Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xolikul Hoji ota, o'zingiz bo'lasizmi? Ha, men. Yaxshimisiz otajonim? Sog'misiz, omonmisiz? Xayrli kech bo'lsin. Ana shunday shodiyonali kunlarni a'lo darajada o'tkazyapsizmi? Albatta, mana nevaralar arzog'ida, farzandlar arzog'ida, nevaralar qushog'ida, kelinlar bilan o'tkazyapmiz. To'kin dasturxon atrofida kechagi bayramni davom ettiryapmiz yana. Salomat bo'ling, joningiz omon bo'lsin. Otajon, bugun tavallud kuningiz ekan. Ayni mana shunday chiroyli kunlar xonadoningizda davomiy bo'lsin deya sizni tabriklab qolamiz. Umringiz uzoq va xayrli bo'lsin. Ilohim 80, 90, 100 yoshlar bilan yuzlashish nasib ro'za aylagan bo'lsin sizga. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Otajonim, bugun tavallud kuningiz. Bugun sizga yaqinlaringizdan bir yaqin insoningiz o'zining qalbidagi mehr muhabbatlarini yo'llab qolganlar. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomani sizga kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Erkakmi, ayolmi? Ayol. Ayol. Menimcha shu o'zim bilan birga yashab turadigan bir hovlida kelinim Diloram ham bo'lsa kerak. Yo'q, otajonim, ulardan emas, bu boshqa keliningiz. Aha. Demak, Mehrgul kelinim bo'lishi mumkin. Mashallah, mashallah. Juda ham to'g'ri, albatta otajon, albatta. To'g'ri topdingiz. To'g'ri topdimmi? Albatta, to'ppa-to'g'ri. Rahmat. Salomat bo'ling. Undan tashqari sizni umr yo'llaringizdagi hamrohingiz, umr yo'ldoshingiz, ahli ayolingiz Fotimaxon hoji onamiz, Anvarjon aka, Alisher aka, Shuhratjon aka yu G'ayratjon akalar, G'ofurjon aka, Shokirjon aka, shu bilan birga Baxtiniso keliningiz hamda Mukarramxon, Anorxol, Diloramxon, Shahrinisolar, qudalaringiz Chora aka hamda Dilfuzaxon yanga, nabiralaringiz Madinaxon, Jasurjon, Mubinaxon, Hoji Akbarjon, Shoira, Aziboxonlar, Durdonaxon va Akmaljonlar va barcha yaqinlar ushbu muborak yoshingiz bilan qutlab, hayotingiz quvonch va baxtlarga to'lishini Alloh ikki dunyosida ham aziz qilgan bo'lishligini tilab qolibdilar sizga. Rahmat, omon bo'lsin hammalari. Ilohim. Shunday kunlarga barchasi yetsin. Hammasi mendan yosh, mening yoshlarimga yetib, mendan yoshlar o'zib yashayversin nasib qilsa, 80, 90, 100 ga kirib aytganingizdek. Umrlari ziyoda bo'lsin. Ilohim, sizni ham joningiz omon bo'lsin hamisha va biz sizga ana shu keliningiz nomidan va butun oila a'zolaringiz nomidan kelguvchi ushbu tabriknomani Alloh qodir qilgancha yetkazib qo'ymoqchimiz, marhamat ruxsatingiz bilan. Bemalol. Assalomu alaykum. Qalbi osmon kabi keng beg'uborimiz, mehr saxovati buloq suvdek tiniq va tugamas, duosi va rizoligi gavharlardan-da ziyoda, sabr bardoshi oldida tog'lar bosh eggan davlatim, dadajonim. Sizdek oliy himmat, kamtarlikda tengi yo'q, turmush tashvishlari, hayot tashvishlari qaddini bukmagan, har bir ishda biz farzandlari va kelinlarga yaxshi o'rnak bo'la olgan sizdek aziz insonimiz bilan faxrlanamiz. Bugungi shukrona ayyomingiz qutlug' bo'lsin. Allohimga suyukli banda bo'lgan holda bu yorug' dunyoga kelgan kuningiz bilan sizni barcha farzandlar, nabiralar ardog'ida bo'lishingizni tilab, tabriklab qolamiz. Sizdek oilasi farovonligini birinchi o'ringa qo'yadigan otaning kelini ekanimdan faxr va iftixorga to'laman. Otajon, har bir farzandning otasi sizdek bo'lsin ilohim. Hayotimizda borligingizga, bizlarga har bir ishda to'g'ri yo'l ko'rsatganingizga, har hech tugamas qaynoq mehringiz uchun, bergan ibratli va o'rnak bo'larli tarbiyangiz uchun, hech kimdan kam qilmay voyaga yetkazganingiz uchun ham sizga boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz va rahmatlarimizni yo'llab qolamiz otajon. Bizlarning baxtimizga doimo sog' bo'ling. Hech qachon qalbingiz dard g'am ko'rmasin. Onajonim bilan sizni haj safarlariga qayta yuborish, sizlarni hojota, hojona qilishlikda mana shunday jonbozlik ko'rsatib turaylik inshaalloh. Otajon, bilib bilmay qalb gavharingizga mabodo ozor bergan bo'lsak,
biz yaqinlaringizni, farzandlaringizni kechiring. Mehribon otajonim, hamisha sog' va salomat bo'ling. Bu dunyoda ko'rganingiz Makkatilloh, chin dunyoda jannat bog'lari bo'lsin. Allohim ikki dunyo saodatini bersin sizga. Hamisha baxtimizga omon bo'ling, mehribonimiz. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hamisha sog' va omon bo'lib, yaqinlar ardog'ida, e'zozida yurishingizni chin dildan tilaymiz. Ming shukr. Boshimni silagan taqdir. Jannatim, davlatim yonimda axir. Kim qanday tushunar? Baxtni bilmadim. Men uchun otamning borligi baxtdir. Birovlar maqtanar boyligi bilan, yo shahar, yo qishloq joyligi bilan, bizni boqqan halol oyligi bilan. Biz uchun otamning borligi baxtdir. Farzandlar baxtini ko'ring otajon. Doimo sog'-omon yuring otajon. Bu dunyo turguncha turing otajon. Biz uchun otamizning borligi baxtdir deya ushbu tilaklarni yo'llab qolgan ekanlar. Otajon, keliningiz va oila a'zolaringizga yetkazmoqchi bo'lgan duolaringiz va iliq fikrlaringiz bo'lsa, sizni eshitamiz. Rahmat. Shu tilaklar o'zlariga ham hamroh bo'lsin. Nasib bo'lsa, bizdek ayolim bilan mana qo'sha qarib kelyapmiz. Bizdek ular ham qo'sha qarib, farzandlariga bosh-qosh bo'lib, farzandlarini o'qitib, ularning baxtini, kamolini, to'y tomoshasini ko'rib yursin. Bizga o'xshab yetaklashib, Allohning uyini ibodat qilish, ziyorat qilishni Allohimiz nasib aylasin. Barcha o'zbekistonliklarni Alloh chaqirsin. Allohning baytini, payg'ambarimizning ravzalarini ko'rishni Alloh nasib aylasin. Inshaalloh. Amin. Men hozir 69 yoshga qadam qo'ydim. 60 bilan 70 yoshning orasida ayolim ham shu nasib qilsa 23-yanvar kuni Fotimaxon hojining tug'ilgan kuni. Yana nasib qilsa tabriklarni kelinlarim, farzandlarim tashib qilsa kerak. 6 nafar o'g'lim bor. 6 nafar kelinim bor. Inshaalloh. 20 nafar nevaralarim bor. Hammasini uy-joy bilan ta'minlaganman. Xudoga shukr, hammasi baxtli yashashadi. Bizdan da baxtli yashasin bular, nasib bo'lsa. Ilohim. Umr daryo misol oqib bormoqda. Axir 60-70 shunchalik yil emas, yillar boshlarini oqqa qormoqda. Aytish oson-ku, yetmoq hazil emas. Allohga beada shukrlar bo'lsa, mana shu yoshga yetkazdi bizlarni. Bu yoshga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Albatta otajon, albatta biz ham sizning yoshingizga yetib yuraylik inshaalloh. Sizdek mana shunday hurmatli insonlardan bo'laylik deymiz. insonlarga xizmat qilib hech ham charchamanglar sizlar. Ishlaringizga rivoj. Nasib bo'lsa sizlarga shu Madina-i Munawvaraga, Makka-i Mukarramaga borish, ziyorat qilish, ibodat qilish, shuyoqda duolar qilishni Allohim nasib aylasin. Inshaalloh, nasib aylasin. Hech ham hormanglar. O'zbekistondek betakror bir go'zal yurtda yashaymiz. Shundaymi? Albatta, albatta otajon, albatta. Mana shunday jannat makon o'lkada yashar ekanmiz. Har bir inson baxtli, saodatli bo'lsin, o'ylagan barcha niyatlarga yetsin. Aytib o'tganingizdek, inshaalloh Ka'balarni ziyorat qilish, Makka va Madinani tavof aylashlik, payg'ambarimiz ravzalarida bo'lishlik baxti har bir insonga nasib aylasin inshaalloh. Yurtboshimiz shunday sharoitlarni yaratib qo'yibdi, bundan foydalanib barcha bandalarimiz shu yoqqa borsin, nasib bo'lsa bizlarga o'xshab. Ilohim. Bir o'lkaki tuprog'ida oltin gullaydi. Bir o'lkaki sal ko'rmasa quyosh sog'inar. Bir o'lkaki g'azabidan asabi chaqnar. Bir o'lkaki qushlarida shivirlar bahor. Qarang, qish bo'lishiga qaramasdan hozir mana bahorning hidi ifori balqib turibdi. Shunday bir go'zal betakror yurtda yashaymiz. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Sog' bo'ling. Farzandlarimiz hech kimdan kam bo'lmasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Zurriyatlarimiz o'qisin, bilimdon bo'lsin, yurtga xizmat qiladigan, xalqqa xizmat qiladigan yigit qizlar bo'lsin nasib bo'lsa. Ilohim.
kelinlarimga ham rahmat, farzandlarimga ham rahmat. Hurmatimizni joyiga qo'yishadi mana hoji onam bilan birga bizlarning. Shunday tarbiya berganmiz. Bizlardan baxtli yashasin, nasib bo'lsa. Hammaga nasib qilsin. Bayram yangi yil ham mana kirib kelgan yangi yil elimiz, xalqimiz uchun, oilalarimiz uchun baxtli, barakali yil bo'lsin. Xayrli yil bo'lsin. Baxt, omad, quvonchlar yili bo'lsin. Nasib bo'lsa kelgusi yil ham shu yangi yilni 2027-yilni shu to'kin dasturxon atrofida barchamiz oila a'zolarimiz bilan kutib olishni Allohim nasib aylasin. Amin. Amin. Aytganingiz kelsin otajon, siz ham salomat bo'ling, omon bo'ling deymiz. Bugungi kunni a'lo kayfiyatda o'tkazing sizday. Mana shunday qalbi pok insonlarni Alloh ko'proq yaratsin. Sizning yoshingizda biz ham mana shunday zabardast bo'lib, doimo quvonch va kuchga to'lib yuraylik inshaalloh. Men oliygohni tugatgandan keyin singlim 37 yil xizmat qildim, ishladim tashkilotlarda. Bu vazifaga shunday o'tganman, hech orada tanaffus bo'lmagan. Xudoga shukr qilaman. 37 yil ishlab pensiyaga chiqdim. Mahallada 10 yil ishladim, mana xalqqa xizmatini qildim. Rais yo'q joylar to'ylarda boshqaraverdim, rais bo'lib. Shuning uchun ana she'rlarni sizga aytib qo'ydim. Xudoga shukr qilaman. Sog' bo'ling otajon, omon bo'ling deymiz. Omon bo'ling sizga ham, sog'lik, salomatlik. Rahmat, omon bo'ling. Rahmat. Nima niyatlaringiz, Alloh niyatlaringizga yetkazsin. Inshaalloh. Salomat bo'ling, mayli otajon. Omon bo'ling. Mayli, omon bo'ling. Mana shu tabrikni yetkazganingiz uchun rahmat sizga, omon bo'ling. Rahmat, omon. Menga ham rahmat. Farzandlarimga ham.